Tak. Ikkinchi soat nima dars sizlar? Ota tanasiga menga bitta xodimga olib kel. Jam, soat keldi. O'zini baqirasan, ha? Voy, ustoz, buncha chiroyli bo'lib ketdingiz. Bugun Vinetkaga rasmga tushamiz-ku. Mana esimdan chiqib qopti. Mana esimdan chiqib qopti. Sen qachon oq ko'tini kiygasan, manchu. Endi Vinetkaga tushamaysan. Aziz, sen Vinetkaga tushasanmi? Yo'q, meni adam qo'ymadilar. Unda oq koftani berib turdi, gosh. Bo'pti, xo'p. Qani so'masan atrini olman. Men pomada ishlatmoqchiman. Bir-biri narsalarni ishlatmalaring. Balki sochimizni tarab olarmiz. Qiz bolamiz, ha, erkak kishiga yarashmaydi. Tak bolajonlar, hozir suratlarga tushamiz. Birinchi bo'lib kutubxonadan boshlaymiz. Chik. Tak singiljon, menga qarang, hozir suratga o'tganda dakaningizni bundan ko'tarasiz, burningiz teshik otdi ekan, sal pastroqqa tushirasiz. Tushunarli? Ketdik. Qani, tayyormisiz? Ketdik. Zo'r. Tak, menga qara, ukajonim, ayki omading o'zingniki qo'shinimni orasini ochib turgan uchunmi, mahalla ko'rinsin, qarab tur. Voy, buni sochlarini yoyib olganda nima o'qituvchisi soch yoyib rasmga tushish sizlarga mumkinmi? Umida chochingga qalbasiga o'xshaming. Tak, qizlar bolajonlar 9B bo'lib turamiz. Mana ko'rasizlar, mana V shaklida bo'ladi. Qani varrakka bilasizlar, shunaqa varrak. V. O'ngroq chaproq, turli soch uzilki, siz bundaroq turing. Xo'p, ani bo'yi baland, sal pastroq, cho'k, yer yuksin sani, sal dumaloroq bo'lamiz. Mana sal kichkintoy mana shu yerda turasan. Rasmga olamiz chotki. Tak, ustozi, siz nimandir turayotgan bo'lasiz. Siz qizcha 9 yil tushunmaganingizni hozir tushunayotgandek turasiz, ha? Nom-naq turasiz. Qani, xo'p, tayyormisizlar? Bor. Bolajonlar, ichingizda kim aqlliroq o'xshaydi? Xo'p, sen turgin, tur. Sen turasan, ustozga qarab turgan bo'lasan, sen javob berayotgan bo'lasan. Tushunarli-a? Qani, xo'p, Qodirali? Bor, malades, bo'ylaringga bo'y tumor. Tak, bolajonlar, meni mehnatimni ko'rdinglar, gap bo'lishi mumkin emas. Ertaga 20 ming so'mdan hamma kurtdek olib kelsin. Tushunarli, kuratoriylarga beraman. 5 mingdan kuratoriylarga. 20 ming? Men kerak emas Vinetga, olmayman. Buncha qimmat. Voy asalim, to'ygami yo merimiga ketyapsizmi? Yo'q, sinfdoshlar bilan Vinetkaga rasm tushgani ketyapmiz. Nechinchi yilsiz? 2008-yil. Sizlar shunaqa bo'yanib borishinglarga maktabdagi o'qituvchilar ruxsat beradimi? Biz maktabga emas, studiyaga rasm tushgani ketyapmiz. Ey xudo, makiyaj 300 ming, studiya 400 ming, Vinetka kamida 350 ming. Bizda payt 20 mingga pas ketardik, voy. Mana aziz istaligingizni o'qib to'ldirib berdim. Sizga nima yozdingmi? Yozdim. Bugun kim olib ketadi istalingni qizlar? Vallaga bermaymiz istalin. U istalingni ber. Azini nima yozib ekan? Uminikini och, Uminikini hozir. Dilshodanikini och. Dilshodan yigiti bor-ku. Vallaga kim qo'yib istalin. Och kitob daftaring. Bundan keyin jismoniy tarbiya. Umida jim o'tir. Men hal chiqib ketganim yo'q. Yes, uyga biz forma ketamiz. Istalingimchi. Unga hamma qizi dardini yozgandi. Bo'ldi, aziz xotiraman. Men darsdan keyin o'zim istalgan ustozdan olib beraman. Rostdanmi? Hamma formasizlar tezda chap tarafdagi skameykaga o'tib olsin. Kim oyog'i tagiga kirib bo'lsa chiqib ketsin. Dilshod sinfkomi? Sen boyatdan beri bidir quvurasan nima? Dilshod aytgan menga. Tez adashib kelsalarning futbol o'ynaymiz. Men Abduqodirga olaman. Biz o'rtaga tushar o'ynaymiz qizlar bilan. Zozozga o'ynaymiz, yaxki. Futbol o'ynaymiz. O'rtaga tushar o'ynaymiz. O'rtaga tushar o'ynaymiz. Zozozga o'ynaymiz. Davay. Zo'r, sigi. Azini eslaligini olib hozir xursand qilaman. Aziz. Esaligimni oldingmi? Sen uchun-da. Qanaqa qilib olding? Qo'yaveraymi? Men ham bir kun to'ldirsam maylimi? Mayli, to'ldirib kela qol. Umida. Ha? Hamma sinfida shunaqa botanik bo'lgan. Baqirma. Qaysi variantsan? Ikkinchi. Muqirma dedim. Men ham ikkinchi variantman. Birinchisining javobini e'tibor. Voy, birinchisining javobini e'tibor. Hozir aytaman javobini.
B. Точно B'mi? Rostdan B'mi? B. Ko'chirtirmalaring bir-biriga. Ustoz, Mamat Dilshoda mendan ko'chiryapti. Yolg'on gapiryapti, u boshqa variant, men boshqa variant. Ko'chirmayman men. Dilshodaga, Azizaga hamma sinfga 5, Umidaga 2. Nega? Hammaga ko'chirtirganing uchun. Men ko'chirtirmadim, ustoz. Voy adajonisi, betingiz настроенияsi yaxshimi? Choy iching adajonisi. Zaryatım o'chib qoldi. Men zaryadga qo'yib kel. Voy adajonisi, anaqasi men telefon zaryadkada turuvdi-da. Ana qism men telefonim zaryadga qo'yib keldi. O, onamni kelini, tapchikam qani meni. Qaynonam o'g'li ko'rmayapsizmi? Men kiyib oluvdim. Yo, olib ket tapchikamni, nimani kiyaman hozirmi? Bo'lmasa adajonisi, bitta tapchika olib bering, ikkita bo'lsin shu. Adasi bering, muhtasham yil boshlanadi serialim. Ko'rmayapsan, futbol ko'raman. Darsa bilan Ispaniya o'ynayapti hozir. Adajonsiz hozir muhtasham yilda Xurram Sultonchi Sulton Sulamonga 4-bolasiga xonadorligini aytadi. Bering. Bugun futbolda yamalligini qiladi. Bilasanmi shuni? Serial ko'ramiz. Futbol ko'ramiz. Serial ko'ramiz. Futbol ko'ramiz. Serial ko'raylik. Futbol ko'ramiz. Serial ko'ramiz. Ana, svet o'chdi. Pulini to'lamaganingizdan keyin o'chadi-de. Hozir ko'chaga chiqib elektrosvetga borib pulini to'lab futbol ko'raman. Yo'q, men pul to'layman, serial ko'raman. Futbol ko'raman, ketdim. Serial ko'raman, ketdim. Yopiq. Ha, nima deysanlar? Svet qanaqa bu yoqdingiz, oyijon? Shuni ham bilmaysanlar. Payme ilovasidan istalgan kommunal xizmatiga pul to'lasa bo'ladi. Men ham to'lov qildim. Men sizni axborot ko'ryapman. O'tiringlar, sizlar ham axborot ko'rasizlar. Men bolaman. Lekin men jim turmayman. Chunki men daraxtlarning kesilishidan, qushlarning nolasidan, iqlim o'zgarishidan tashvishdaman. Men tabiatning farzandiman. Men shunchaki yashashni emas, yashil dunyoda yashashni istayman. Nega? Ba'zi odamlar daraxtlarni kesadi-yu, bir umr hayot beradigan havoni o'ylamaydi. Nega birgina jonivorni o'ldirib, butun tabiatning muvozanatini buzadi? Men bugun shu yerda turib savol beraman. Biz ertaga qanday dunyoda hayot kechiramiz? Tabiat bizga faqat sabr bilan qarab turibdi. Uni doq qilmaydi, yig'lamaydi. Ammo u so'nsa, biz ham so'namiz. Men qurigan daryoni emas, balig'i to'la daryoni ko'rishni istayman. Men sahroda yoki o'rmonda hayvon izlarini emas, ularning o'zlarini ko'rishni xohlayman. Men bolaligimni beg'ubor, yashil hayotga to'la tabiatda o'tkazishni istayman. Shuning uchun men millionlab bolalar nomidan murojaat qilaman. Ona zaminimizni birga asraylik, daraxtlar ekaylik, hayvonlarni himoya qilaylik. Yirtqich emas, mehribon bo'laylik. Men bir bolaman. Bir bola bo'lsam ham bilaman. Agar bugun tabiatni asramasak, ertaga juda kech bo'ladi. 9da qardaymisan, xuddi shunaqa boshlanadi. Bolalar, qizlar, bugun nazoratchi tayyorlaninglar. Zvonok bo'lganiga 1 daqiqa 30 soniya bo'ldi. Darsdan keyin direktor xonasida kutaman ustozni. O'l batani.
Mani xolam direktorlar, tog'am hokimiyatda ishlaydilar. Qaranglar xonim, Allohim, faqat men 5 oylik qolganlar 3-2 olsin. O'qituvchilarim faqat ko'zlari meni ko'rsin, iliq ko'z bilan qarasin, qolganlar yuzlari taxta bo'lsin, muzlab qolsin. Amin, Alloh akbar. Hech kim mendan ko'chirmas. Uni tur, nazorat ishigan. Jiyonimga qarab chiqaman kechasi bilan. Men sochingga qattiq uyganmisan? Bor yo'qol. Ot. Qaysi biri yotdi hozir? Jamtar, qaysi biri yotdi? Yana 9ami? Chiqar daftarlaringni. So'z keldilar, hurmat. Assalomu alaykum. Qadam talablaringga yugura charchadim.